felsefe emas. Yani Qur'on felsefe bilan tafsir qilinmaydi. Qur'onda felsefe olmaydi. Felsefening hayotga bergan o'z oldilariga bir tushunchalar bor. Nurg'un dunyoda faylasoflar o'tirib chiqdi, felsefechilar o'tirib chiqdi, nurg'un nazariyalarni o'tirib qo'ydi hayot mezoniga. Kishilarning tafakkuriga ta'sir qiladigan nurg'un gapni o'tirib qo'ydi, ta'sir qildi. Voy, ma esil gapgan dedik. Hayotga ko'rsatgan ta'siriga nazar tashlagan vaqtimizda Qur'onning ta'siri ko'rsatgan ta'sirning oldida hech nima emas. Qur'on ilohiy uslubdagi insonning yashash mezoni, insonning yashash metodi, yashash uslubi bu. Aqida degan shu. Biz bir xil program bilan yashaymiz ma dunyoda. Buni Qur'on bizga beradi. Qur'on tarbiyalagan shu insonlar bilan falsafa tarbiyalagan shu insonlarga qarasak, osmon zamin farqi borki uni o'tirdi. Shunga biz Qur'onni qo'limizga olgan vaqtimizda, Qur'onni tafsir qilaman deb, Qur'onning tushunchasini anglayman degan vaqtimizda erishadigan birinchi narsamiz aqida bo'ladi. Yani bizning programımız oldu. Yani aqida yig'ib aytgan vaqtimizda Qur'ondan elinadi, sahih hadislardan elinadi, ijtihod babidan emas. Masalan, ma'ning hukmi nima, aning hukmi nima, manda narsa yangidan chiqibdi. Bu tijoratning shakli maydonga chiqibdi, halol mu harom. Bu hammasi ijtihod babidan. Buni ijtihod ulamolari, fiqh ulamolari hal qila oladi. Ammo aqida babi shu payg'ambar alayhisolamning zamonida hal qilinib bo'lgan. Yani aqidaning birinchi manbasi Qur'on va sahih hadis, undan boshqa aqidaning manbasi bo'lmaydi. Bayat deganimizda u falsafa uning manbasi emas, aqidaning. Bunda da bak ta'kidlashimizning sababi chunki biz aqida nomida o'rganayotgan nurg'un narsalar falsafiy qarashlar bilan formulanib ketgan. Ya'ni falsafiy qarashlar bilan o'zgarib ketgan desak bo'ladi yoki falsafiy qarashlar bilan o'zicha taraqqiy qildirilgan shaklda o'tirimiz oldimizga qo'ya olgan. Lekin unda bo'lmaydi. Masalan bizningki Toras ulamalarimizdan Imomul G'azali hayotga, yo'lga falsafa bilan chiqqan bo'lsa, dunyodan falsafa bilan cho'ktirib ketgan. Bununla aniq isbotning birisi Imom G'azali rahimahulloh yozgan Tahafut al-Falsafa degan kitobi. Buning tafsili, misol, tabiiy aqida Qur'ondan olinadi. Sahih hadisdan olinadi. Aqidaning undan boshqa manbasi yo'q. Ham Qur'onning bizga beradigan narsa bu. Falsafaga nisbatan bunchalar deb ketishimizning sababi falsafada inson aqli bilan menga kerak deb qaragan taraflarga bakroq tegish qiladi. Halbuki inson nurg'un taraflarningki o'ziga haqiqiy keraklik olmagan o'qimaydi. Bizni yaratgan Alloh, bizning o'y tafakkurimizni biladigan Alloh bizga qarmoqqa lozim bo'lmagandek ko'riladigan, amaliyotda lozim bo'lgan taraflarini ojudu Qur'onda, hadislarda payg'ambar alayhisolamning tili bilan. Ammo bizga qarmoqqa lozim bo'ladigandak amaliyotda u narsaningki bizga alayda ahamiyat yo'q taraflarini demaydi Qur'onda. Payg'ambar alayhisolam uni hadislarda so'zlamaydi. Chunki bu aqida masalasi. Aqida biz aqlimiz qabul qila oladigan bir qism taraflardan tortib, bizning insonlik tafakkurimizning halqagan yana bir qism ishloq so'ziga oladi. Masalan, normalda jannatningki mangulik bo'lishi, do'zaxning mangulik bo'lishi, jannatga nozil. Bizning normalda inson idrokatimizdan yuqori ishlar. Shunga bu ishlar tasavvur qila olmaydigan, ammo ishindigan ishlar. Aqida bularni o'z ichiga oladi. Agar aqida falsafani manba qilgan vaqtida nurg'un masalalar chiqadi. Islom tarixidagi nurg'un aqidaviy guruhlar, aqidaviy mazhablarningki dal o'tirg'i chiqib, İslamның asas olgan aqida masalalaridimi o'xshamagan shakldagi bir holatni maydonga keltirishiga sabab bo'lgan narsa aqidaning manbasini Qur'on qilmasdan falsafa qilganlik deb qarashga bo'ladi. Buna desak, har go'z bu yerda biz mubolag'a qilgan bo'lmaymiz.